To'g'ridan to'g'ri egalaridan, kanalimizni obunachisidan navbatdagi Cobalt avtomobili sotuvda 2022-yil ishlab chiqarilgan 4-paysi avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 86 000 kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan ekan, gaz umuman taqilmagan, yechilmagan, texnik holatlari ham yaxshi holatda. 4 ta baloni absolyutni yangi, yumshoq balonli, hali 1000 kilometr ham yurmabdi taqilgandan keyin. Eng asosiysi mashinani kuzovi 100% toza, o'zimiz tekshirdik qo'yishdan oldin, kraska tegmagan, bemalol sizlar ham xohlagan ustunlikka tekshirtirib olishingiz mumkin. 4 ta eshigi shumaizolyatsiyalar qilingan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratni salon, qirilib ketmagan, eskiroq bo'lsa ham chexoli bor, poligi bor, Malibu 2 rul o'rnatilgan, Malibu 2 bar original o'rnatilgan. O'zini shtatniy magnitofonida hidlanib ketmagan, akkuratniy, приятный salon. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $10,400. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz. Yoqqan bo'lsa bitta layklardan o'rgilib ketsin.